Instagramni portlatgan, o'zi ham raza trend bo'lib, turklarning go'sht pishirish usulini manam tayyorlab ko'rdim. O'zi unaqa qiyin narsa emas ekan. Oddiygina qiyma qilib olib, xuddi shunaqa o'qlar yordamida yoyib olar ekanmiz. Bu taom shunaqa oson ekanki, ortiqcha joyiz yoyilmaydi. To'g'risini aytaylik, bizlarning ham futbolchilarning ko'pi aynan shu taomni tayyorlab ko'rsatishdi. Aynan yoyib olgan qiymamizni xuddi shunaqa qilib o'rab olar ekanmiz. Uyda pomidorlaringiz va shunaqa bulg'or qarampringiz bo'lsa, bir dona sovaring. Ustidan ozgina zaytun yog'ini quyar ekanmiz, duxovkaga yarim soatga qo'yib yuborar ekanmiz. Endi sizlarga to'g'risini aytaman, shu yarim soat ichida uyimdan shunaqangi mazali hid keldi. Bu darajada sochning go'sht bo'ladi deb hech ham o'ylamagandim. Bu turklar nima ovqat yeyishni juda ham yaxshi bilishadi. Hatto go'sht o'g'limga go'sht yedirtirib yubordi. Lekin men undan Iskandar kabob tayyorlamadim. Ozgina pomidor sukini qilib olib, undan ham zo'rini tayyorladim. Ko'chadagi lavashlarni damini beradigan haqiqiy lavash aynan shunaqa bo'ladi. Dumaloq shakldagi lavash xamirini olamiz va ichiga go'shtlarimizni solamiz. Ustidan kartoshka fri, salat bargli salatimizni solib, tabiiy pomidor suklaridan quyib, o'rab lavash qilib yesanglar bormi? Ko'chadan sotib olib yeyishni xayolingizdan chiqarib tashlaysiz.